Isroil Trampning sulhiga tupurdi. Yangi zarba berilgani aytilmoqda. Xizmatingizga tayyorman. Viktor Orban Putinga yordam taklif qilgan. Bloomberg. Putin va Eron birlashuvi natija berdi. AQSh Rossiyadan buni kutmagan edi. Tehronning yashirin rejasi fosh bo'ldi. Sulh bo'lmaganida mintaqa yonib ketardi. Medvedev strategiyani fosh qildi. Eron muzokarada ustunlikni qo'lga oldi. J.D. Vance haqiqatni ochdi. Yevropa xatolari Ukrainadagi urushni portlatdi. Isroil Trampning sulhiga tupurdi. Yangi zarba berilgani aytilmoqda. 8 aprel kuni Livanning janubida joylashgan Al-Kalayla aholi punkti yaqinida Isroil droni tez yordam mashinasiga zarba berdi. Hujum oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, zarba mamlakat sog'liqni saqlash tizimiga qarashli tez yordam avtomobiliga berilgan. Isroil tomoni bu zarbani Hizbullohga qaratilganini bildirgan. Qayd etish joiz, voqea AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan e'lon qilingan sulh bitimidan bir kun ham o'tmay sodir bo'ldi. Bu harakat AQSh va Eron kelishgan 2 haftalik bitimning amalda buzilishidir. Chunki sulh AQSh va Eron o'rtasida tuzilgan bo'lishiga qaramay, uni Isroil ham qabul qilgan. Eron tomonidan taqdim etilgan bitimda Livanga zarba bermaslik sharti ham qo'yilgandi. Buni Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham aytgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh va Eron o'rtasidagi otashkesim Livanga taalluqli emasligini aytdi. Netanyahu AQShning Eronga qarshi hujumlarini to'xtatish qarorini qo'llab-quvvatladi. Biroq 2 haftalik sulh Isroilning Livanga zarbalar berishiga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Shuningdek, AQSh prezidenti Donald Trampning Eron endi Amerika, Isroil, arab qo'shinlari va butun dunyoga yadroviy, raketali hamda terrorchilik xavfi solmasligini ta'minlashi borasidagi harakatlarini ma'qullashini bildirdi. Ammo 2 haftalik o't ochishni to'xtatish Livanni o'z ichiga olmaydi, deydi u. Netanyahuning bu bayonoti Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharifning e'lonidan so'ng yangradi. Sharif AQSh, Eron va ularning ittifoqchilari hamma joyda, jumladan Livan va boshqa hududlarda ham zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib olganini aytgandi. U otashkesim darhol kuchga kirishini bildirgan. Xizmatingizga tayyorman. Viktor Orban Putinga yordam taklif qilgan. Bloomberg. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 2025-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainadagi urushni tartibga solish bo'yicha Budapeshtda sammit o'tkazish kabi masalalarda har qanday usul bilan yordam berishni taklif qilgan. Bu haqda ikki yetakchi o'rtasidagi telefon muloqoti stenogrammasiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Vengriya hukumati matbuot kotibi Bloomberg tomonidan ko'rib chiqilgan 17-oktyabrdagi telefon muloqoti stenogrammasini e'lon qilish yoki holat yuzasidan izoh berish so'roviga javob bermadi. Kreml ham mazkur ma'lumot bo'yicha darhol munosabat bildirmagan. 2010-yildan buyon hokimiyatni boshqarib kelayotgan Yevropa ittifoqi siyosatiga tanqidiy qaraydigan yetakchi Viktor Orban 12 aprel kuni o'tadigan saylovlarda so'nggi 16 yildagi eng qiyin sinovga duch keladi. Ukraina urushiga qaramay, u Putin bilan iliq aloqalarni saqlab qolgan va Vengriyaning Rossiya nefti hamda gaziga qaramliligini davom ettirmoqda. Shuningdek, Orban urushda shikastlangan neft quvuri bo'yicha Kiyev bilan kelishmovchilikni vaj qilib, Yevropa ittifoqining dekabr oyida kelishilgan Ukrainaga beriladigan kreditini bloklab kelmoqda. Bloomberg e'lon qilgan stenogrammaga ko'ra, Orban Putin bilan suhbatda uni do'st deb atagan va ularning yaqin aloqalari 2009-yilgi Sankt-Peterburgdagi uchrashuvdan boshlanganini eslatib o'tgan. Kecha bizning do'stligimiz shunday yuqori darajaga ko'tarildiki, men sizga har qanday usulda yordam bera olaman. Xuddi ertakdagi sichqon sherga yordam bergani kabi. Qaysi masalada yordamim tegsa, xizmatingizdaman degan Orban Putinga. O'z navbatida Putin Orbanga ular o'rtasidagi aloqalarni juda qadrlashini aytgan. Shuningdek, u Tramp bilan uchrashish uchun Budapeshtni Yevropadagi yagona munosib joy deb hisoblashini bildirgan. Putin va Eron birlashuvi natija berdi. AQSh Rossiyadan buni kutmagan edi. Rossiya sun'iy yo'ldoshlari Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlar va o'ta muhim hududlarning batafsil tasvirlarini tushirib, Eronga AQSh kuchlari hamda boshqa nishonlarga zarba berishda yordam bermoqda. Bu haqda Ukraina razvedkasi hisobotiga tayanib, Reuters agentligi xabar berdi. Razvedkaga ko'ra, Rossiya va Eron xakerlari kiberfazoda ham faol hamkorlik qilmoqda. Bu ma'lumotlar Isroil va AQSh 28-fevralda o'z amaliyotlarini boshlaganidan buyon Rossiyaning Eronga ko'rsatayotgan maxfiy yordami haqidagi
eng batafsil dalildir. Ukrainaliklarning hisobotiga ko'ra, Rossiya sun'iy yo'ldoshlari 21-martdan 31-martgacha bo'lgan davrda Yaqin Sharqdagi 11 ta davlat hududida kamida 24 marta kuzatuv olib borgan. Jami 46 ta obyekt, jumladan AQSh va boshqa davlatlarning harbiy bazalari, aeroportlar hamda neft konlari suratga olingan. Kuzatuvdan bir necha kun o'tgach ushbu harbiy bazalar va shtab-kvartiralar Eronning ballistik raketalari hamda dronlari nishoniga aylangan. G'arb harbiy manbalari ham mintaqada Rossiya sun'iy yo'ldoshlarining faolligi oshganini va tasvirlar Eron bilan bo'lishilganini tasdiqlagan. Saudiya Arabistoni hududi 9 marta kuzatilgan. Shundan 5 tasi Qirol Xalid harbiy shaharchasi ustida amalga oshirilgan. Bundan maqsad AQShda ishlab chiqariladigan TAAD havo hujumidan mudofaa tizimi elementlarini aniqlash bo'lgan. Turkiya, Iordaniya, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirliklari hududlari 2 martadan, Isroil, Qatar, Iroq, Bahrayn hamda Diego Garcia harbiy dengiz bazasi 1 martadan suratga olingan. Rossiya sun'iy yo'ldoshlari shuningdek jahon neft va suyultirilgan gaz oqimining 5 dan 1 qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozini ham faol kuzatuvga olgan. Rossiya Mudofaa vazirligi va Eron Tashqi ishlar vazirligi hozircha ushbu ma'lumotlar yuzasidan izoh bermadi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio esa Rossiya yordamini ahamiyatsiz deb atab, ayblovlarni rad etgan. Rossiya va Eron o'rtasidagi harbiy aloqalar Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng keskin kuchaydi. 2025-yilning yanvar oyida ikki davlat o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma imzolangan bo'lib, uning 4-moddasida xavfsizlik xizmatlari o'rtasida tajriba va ma'lumot almashish ko'zda tutilgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Tehronning yashirin rejasi fosh bo'ldi. Sulh bo'lmaganida mintaqa yonib ketardi. Agar sulhga erishilmaganida Yaqin Sharq keng ko'lamli falokat yoqasiga kelib qolishi mumkin edi. Avvalroq ma'lum bo'lishicha, Tehron Qatar orqali AQSh va mintaqa davlatlariga maxfiy maktub yo'llab, unda ehtimoliy keskin ssenariy haqida ogohlantirgan. Hujjatga ko'ra, agar jangovar harakatlar davom etganida, Eron javob zarbalari natijasida butun mintaqa, jumladan Saudiya Arabistoni energetika tizimi to'liq ishdan chiqishi mumkin edi. Manbalarga ko'ra, Eron o'sha vaqtda AQShning bosimiga qaramay Hormuz bo'g'ozini ochishni rejalashtirmagan. Bundan tashqari vaziyat yanada keskinlashgan taqdirda Eron ittifoqchilari strategik ahamiyatga ega bo'lgan Bab al-Mandeb bo'g'ozini ham yopish variantini ko'rib chiqqan. O'sha kunlarda AQSh prezidenti Donald Trump ham keskin bayonot bilan chiqib, sivilizatsiya halokati ehtimoli haqida ogohlantirgan va Eron infratuzilmasiga zarba berish bilan tahdid qilgandi. Tehron esa bunga javoban faqat vaqtinchalik tanaffus emas, balki to'liq va barqaror tinchlik kelishuvi hamda xavfsizlik kafolatlarini talab qilgan. Shu bilan birga, Kargo orolida yuz bergan portlashlar va AQSh zarbalari haqidagi xabarlar vaziyatni yanada keskinlashtirgan. Ayrim manbalarga ko'ra, Eron ushbu hududda ehtimoliy desant operatsiyalariga qarshi ko'p qatlamli mudofaa tizimlarini ham tayyorlab qo'ygandi. Bundan tashqari, agar Eron Saudiya Arabistoni sanoat obyektlariga zarba berganida, bu nafaqat AQSh bilan muzokaralarni butunlay barbod qilishi, balki Pokistonni ham mojaro ichiga tortib yuborishi mumkin edi. Medvedev strategiyani fosh qildi. Eron muzokarada ustunlikni qo'lga oldi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev AQSh prezidenti Donald Trampning 10 banddan iborat rejani muhokama qilishga rozilik berganining o'zi Eron uchun muvaffaqiyat ekanini aytdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozgan. Trampning 10 bandlik rejani muhokama qilishga rozi bo'lganining o'zi eronliklarning yutug'i. Muammo shundaki, Washington bunga ko'nadimi? Axir u yerda Eronga yetkazilgan zararni qoplash, yadroviy dasturni davom ettirish va Tehronning Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorati masalalari bor, deb yozdi siyosatchi. J.D. Vance haqiqatni ochdi. Yevropa xatolari Ukrainadagi urushni portlatdi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Budapeshtda Yevropa-Ukraina mojarosining ildizlariga o'zi ham hissa qo'shganini aytdi va inqiroziga muzokaralar orqali yechim izlash zarurligini ta'kidladi. Bu haqda u Budapeshtda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida
ma'lum qildi. Bu mojaroning urug'lari jangovar harakatlar boshlanishidan ancha oldin ekilgan deydi Vens. Uning so'zlariga ko'ra, inqiroz ildizlaridan biri Yevropa energetika siyosati bo'lgan. Yevropa yetakchilari o'ziga xos energetika iqtisodiyotiga chuqur cho'ng'ishga qaror qilib, amalda o'zlaridan sharqdan keladigan neft va tabiiy gazdan uzib qo'yishganida, bu o'shanda ham katta xato edi. Hozir ham katta xato ekani aniq deydi AQSh vitse-prezidenti. U Ukraina bo'yicha mojaroni harbiy yo'l emas, balki muzokaralar orqali yechim izlash zarurligini aytdi. U Viktor Orbanni tinchlikka erishish uchun ukrainlar va ruslarga nima kerakligini tushunishga yordam berayotgan siyosatchi sifatida ta'rifladi. Vens shuningdek, Ukraina maxsus xizmatlari AQSh va Vengriya saylovlariga ta'sir o'tkazishga uringani haqida ma'lumotlar mavjudligini aytdi. Orban ham Yevropa ittifoqi Ukraina bo'yicha strategiyasini tanqid qildi. Uning fikricha, bu yondashuv o'zini oqlamadi va natijada Rossiya yanada kuchliroq holatga kelib qoldi. Vengriya hukumatı avval ham Ukrainaga moliyaviy yordam masalasida Bryussel bilan keskin tortishib ketgan. Mart oyida Budapesht Kiyev uchun ajratilishi kerak bo'lgan 90 milliard yevrolik kredit berilishini to'sib qo'ygandi. Bu masala Kiyev uchun ayniqsa muhim hisoblanadi. Ukraina 2026-yilda tashqi moliyalashtirishga juda qattiq muhtoj bo'lib turibdi. Vengriyaning pozitsiyasi esa budjet bosimini yanada kuchaytirgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.